Hurmatli obunachilar, yana 2023-yilda ishlab chiqarilgan Darkman Blue degan Svet. Bilasizlar, bu mashinani 170-180 million so'mdan ham sotganmiz. Hozirlara eng zo'r narxda qo'yib beraman bu mashinamiz. Bu narxini oxirinda aytaman, eshitdinglar. Mashina qilingan rasxodlar, birinchi nomerlari olingan. Aytganimni 23 bo'ladi. Metan gazlari, o'zam pokoleniya metan gazlari qo'yilgan ekan. 17 000 kilometr yurgan. Polik chexollari bor, holatlari zo'r. Ko'raverasizlar. Hali hech narsa kilometr yurmagan 17 000 kilometrda. Xullas, mashinaning narxina keladigan bo'lsak, bunda zadniy vid kameralar ham bor ekan. Mashinaning narxina keladigan bo'lsak, mashinamizning narxi 138 million so'm bo'lsa beramiz. Agar buni avtokredit olaman desangizlar, 7 million so'm bilan chiqarib beramiz. Plus notariskiy xarajatlarni o'zingiz qilasizlar. Aylik to'lovi bir 4,5, 4,900, bir premierni bir 5 million bormaydi, xudo xolasa. Hammangizni baraka xudo kutamiz. Kelaverasizlar.